Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 28-aprel 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 52 so'm 48 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 2072 so'm 96 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,207,296 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1,0% ga tushdi. Yevro 128 so'm 95 tiyinga oshdi. 1 yevro 14,177 so'm 28 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,417,728 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0,9% ga oshdi. Rossiya rubli 2 so'm 40 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 161 so'm 17 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 161,170 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 7,7% ga oshdi. Xitoy yuani 11 so'm 4 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1769 so'm 37 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,769,370 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0,2% ga oshdi. Koreya voni 10 tiyinga oshdi. 1 Koreya voni 8 so'm 21 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8210 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 1,5% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.